Demak, yana bir assalomu alaykum. Bugun demak biz biznesimizni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun demak birinchi uchrashuvimizni amalga oshiryapmiz. Azizlar, har qanday ish muvaffaqiyatli bo'lishi uchun avvalambor muvaffaqiyatga eltuvchi bizda yo shablon yoki unga boradigan biror bir yo'llanma bo'lishi shart. Sababi har qanday soha vakili bo'lishidan oldin u bizdan kuchli demak mehnatni talab qiladi. Keling, biznesimizni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun, biznesimizni to'g'ri shakllantirish uchun ma'lum bir o'zini strategiyalari bor. O'sha strategiyalari bilan birgalikda xudo xolasa bugun boshlaymiz. Tak. Translyatsiyani yo'qamiz. Demak, bugungi sizga ochib bermoqchi bo'lgan mavzuyim bu biznesimizning 7 qadamli sistemasi hisoblanadi. Xo'p, nima degani biznesimizning 7 qadamli sistemasi? Ya'ni har qanday holatda, demak, biznesning 7 qadamli sistemasi. Agar sistema bo'lmasa, demak, bizni ma'lum bir natijaga yoki ma'lum bir qismga chiqishimiz juda ham qiyin hisoblanadi. Sababi hammamiz, demak, yosh bo'lganmiz, hozir oramizda oilalilar bor, demak, farzandi borlar bor. Hammamiz bilamiz, hammamizni farzandlarimiz, xudo xolasa, tug'ilgan farzandlar yoki endi hali farzandi bo'lishi niyatida bo'lgan insonlar hamma biladi. Demak, bola tug'ilgandan keyin u chaqaloq holatda bo'ladi. U 3 yoshiga keldiki, bizda shunaqa programma bor. Demak, 3 yoshida u bog'cha yoshiga chiqadi. 7 yoshiga borganida u albatta maktabga chiqishi kerak. Demak, yo u 9-sinfdan keyin kollej, litseylarga yoki 11-sinfdan boshlab, demak, institutlarga chiqishi boshlanadi. Ammo shu programma bizda shu darajada shakllanganki, demak, 11dan keyin yo o'qiydi yoki ishga boradi va qolgan holatda shu bilan biz pensiyaga chiqish programmasi bizda o'rnatilgan. Bizni biznesimizni ham o'ziga xos 7 qadamli sistemasi bor. Ya'ni har qanday novichok, ya'ni novichok deganda endi hamkor bo'lgan har bir inson hayron qoladi. Nima qilishim kerak? Birinchi o'rinda shu savolni beradi. Nima qilishim kerak? Agar o'sha yangi hamkorimizga instruksiyasi qo'lida bo'lsa, demak men ana bu bosqichda, demak men ana bu bosqichda, demak bu bosqichni qilishim kerak degan unda xulosa paydo bo'ladi. Birinchi o'rinda bu sponsor tomonidan muvaffaqiyatli start. Demak, sponsor tomonidan muvaffaqiyatli start o'tib beriladi. Har bir kishining o'zini sponsori, chunki biznesimiz bizdan ikkilik, ya'ni 2 insonni taklif qilishni bizdan talab qiladi. Azizlar, 2 insonni ko'chadan yetaklab kelishdan-da oson ish yo'q. Ammo azizlar, biz siz bilan biznes qurmoqchimiz. Biz siz bilan hozir $150 bilan biznes boshlayapmizmi? O'g'rida ham, to'g'rida ham o'sha $150 topiladi. Ammo kim xohlaydi o'zini biznesi qulab ketishini yoki biznesi ayni natija meva beraman degan paytda, demak, dars ketishini albatta hech kim xohlamaydi. Bu uchun bu biznesni to'g'ri shakllantirishning maxsus o'zini qadamlari bor. Demak, birinchi qadamimiz, demak, shu uchun bizda 7 qadamli sistema deyiladi. Endi birinchi qadamimiz bizda nima hisoblanilyapti? Sponsor tomonidan muvaffaqiyatli start. Xo'p, muvaffaqiyatli start o'z nomidan aytilyapti. Demak, muvaffaqiyatga olib chiqadi degani. Endi e'tibor beramiz. Xo'sh, muvaffaqiyatli startga nimalar kiradi? Buni qolay, nimagadir bu. Shriftini ozgina kichikroq qilay. Tak, muvaffaqiyatli start. Xo'sh, nimalar kiradi muvaffaqiyatli startga?
Muvaffaqiyatli startga birinchi o'rinda kiradi ön asos. Ya'ni to'liq nomi biznes tashkil qilishning ön asosi. Xo'p, nimaga aynan ön asos? Buni hali har bir inson o'zini shaxsiy sponsori tomonidan va ana shu kanalimizda qo'yiladigan, demak, darslar mobaynida tushuntirib boriladi. Bu biznesni to'g'ri shakllantirish jarayonida. Ana shu ön asos sizga komanda qurishda yordam beradigan eng kuchli strategiya hisoblanadi. Bundan tashqari bizda biznesning 4 ustuni. Xo'sh, nima bizni biznesimizni saqlab turadi? Hamda kompaniyaning. Endi bizni holatda kompaniya desak ozgina noto'g'ri bo'ladi, chunki biz loyihada ishlayapmiz. Keling, kompaniya emas, loyiha deylik yoki shartnoma. Shartnomaning demak 4 ustuni. Xo'p, shartnomaga qo'yilgan talablar hamda oxirgisi 12+1 qonuni. Azizlar, muvaffaqiyatli startga aynan mana shu 4 ta bosqichidan har bir yangi biznes boshlayman degan inson mana shu etapdan o'tishi shart va zarur. Xo'sh, nima uchun biznesning 4 ustuni, shartnomaning 4 ustuni yoki loyihaning 4 ustuni yoki 12+1 qonuni shaklida demak o'tib beriladi. Endi shu bilimlar olingandan keyin ikkinchi qadamga yo'l qo'yiladi. Ya'ni ikkinchi qadamimiz bu bizni telefon orqali taklif. Xo'p, telefon orqali taklif. Azizlar, telefon orqali taklif qilish bu bizning ikkinchi qadamimiz. Endi qarang, hammamiz bildik, ikkita inson jamoamizga taklif qilishimiz kerak. Xo'p, bu ikkita insonni qanday taklif qilamiz? Yuzma-yuzmi? Yo'q, albatta. To'g'ri, yuzma-yuz qachon qilinadi? Maxsus biz statusga chiqqan paytingiz yoki shu biznesda tajribangiz bo'lsa, qo'rqmasdan yuzma-yuz taklif qila olasiz. Sababi siz bu bosqichdan o'tgansiz. Ya'ni taklif qilishdagi o'sha baryerlaringiz sinib bo'lgan va sizda adaptatsiya tashkil qilingan bo'lsa, yuzma-yuz taklif qilamiz. Endi aksariyatda yangi hamkorlarimiz ish boshlash jarayonida albatta ularni telefon orqali taklif qilishiga o'rgatish kerak. Sababi biror bir so'zini yoki taklif qilish jarayonida hayajon bo'ladimi yoki qo'rquv hissi bo'ladigan bo'lsa, telefonimizda ajoyib bir knopkasi bor, qizil, shunchaki bosib qo'yamiz. Ya'ni hovuridan tushgan paytda qo'rqib o'tib ketgandan keyin bahona qilish shaklida haqiqatan ham u masalan bu tonda ishlab bilmaydi-ku. Telefon orqali taklif jarayonida uni o'chirib qaytadan aloqa uzilishi yoki svязь qochdi deb o'zini tiklab olib qaytib gapirish imkoniyatiga ega. Ya'ni inson har qanday ishni qilayotgan paytida albatta unda qo'rquv hissi bo'ladi. Faraz qiling, birinchi marta ukol qilishni o'rganayotgan bo'lsangiz, venaga bir martaga tushib bilasizmi? Albatta u uchun mashq qilish kerak. Biz mashqni telefon orqali taklif jarayonida qilamiz. Xo'p, uchinchi qadamimiz telefon orqali taklif qilgandan keyin, demak, biz taklif qilgan insonlar prezentatsiyaga kelishadi. Ya'ni buni biz prezentatsiyaga prezentatsiya kelgandan keyin ular bilan yakkama-yakka uchrashuv bo'ladi. Bu bizda tet-a-tet uchrashuv deyiladi. Xo'sh, tet-a-tet uchrashuv nima degani? Bu loyiha yoki kompaniya haqida qisqacha ma'lumot berish va bu jarayondan keyin bilet sotiladi. Ya'ni bilet sotish strategiyasi, ya'ni bilet sotish bilan tugalanadi bu uchrashuvimiz. Nima uchun bilet sotiladi? Bilet sotish jarayonida biz shu loyiha yoki kompaniyamizning masshtabini ko'rsata olamiz. Sababi yakkama-yakka uchrashuvda maksimum 4 kishi, 5 kishi bir-birini ko'ra olishi mumkin. Ammo demak, katta tadbirda masshtabni, ya'ni noldan boshlab
taklif jarayonidan shu kungacha yetgan qadamlarini hisoblab olganda kattagina tadbirlarda ko'rsa bo'ladi. Demak, 4-qadam bu rasmiy taqdimot. Xo'sh, rasmiy taqdimotda nima haqida gapiriladi? Rasmiy taqdimotda rasman natija olgan insonlar ma'lumot berib boradi. Rasmiy taqdimot bo'lib o'tgandan keyin keyingi qadamga yo'l olamiz. Demak, keyingi qadamimiz bu seminar. Seminar qismi bizda rasmiy taqdimotdan odatda keyingi kunga belgilaniladi. Seminar bu bizni tadbirga qatnashgan insonlarning paydo bo'lgan savollariga javob berish jarayoni hisoblanadi. Seminar albatta ofisda bo'ladi. Endi masalan, seminar 2 qismdan iborat bo'ladi. Biznes va biznesni tashkil qiluvchi asos haqida bo'ladi. Keyingi qadamimiz, demak, biz taklif qilgan insonlarni tez-tez uchrashuv qilgandan keyin ularga bilet sotamiz. Bilet sotilgandan keyin rasmiy taqdimotga mehmonimizni taklif qilamiz. Rasmiy taqdimotdan keyin ularni ertangi bo'ladigan seminarga kuzatib, o'zimiz, demak, treningga kiramiz. Ya'ni bu rasmiy trening yoki liderlar treningi ham deyiladi. Rasmiy trening deyilganda shu loyihaga zarur bo'lgan, muhim bo'lgan ma'lumotlar, strategiyalar trening shaklida o'tib beriladi. So'ng 7-qadamimiz bu seminar kuni kelgan har bir insonimiz bilan suhbatlashish jarayonida loyiha unga yoqgan bo'lsa, demak, u insonni registratsiya qilish, koshelok ochish va daraxtdagi o'rnini ko'rsatish bilan tugaydi. Demak, ko'rsatish bilan nimamiz tugaydi? O'rnini ko'rsatish kerak deylik. 7-qadamimiz, demak, shu rasmiy taqdimotimizda qatnashgan va seminarimizda qatnashgan har bir insonni registratsiya qilish, unga koshelok ochish va daraxtdagi o'rnini ko'rsatish bilan 7-qadamimiz tugaydi. Shunda u biznesda novichok hisoblanadi, ya'ni yangi biznesda qadam qo'ygan shaxs va u sizga savol beradi. Xo'p, men nima qilishim kerak deyilgan paytda, albatta, uni taklif qilgan inson, shaxsiy sponsori u insonga mana shu biznesning 7 qadamli sistemasidan hamkorini o'tkazadi. Chunki birinchi qadam hamkorlar uchun, ya'ni sponsor tomonidan olingan muvaffaqiyatli start. 2-qadam avval uni taklif qilishdi telefon orqali. Endi u telefon orqali taklif qilishni o'rganadi va 3-qadam yakkama-yakka uchrashuv tashkillashtirib, uchrashuv oxirida bilet sotiladi. Bilet sotilgandan keyin rasmiy taqdimotda qatnashiladi. Bu kunisi seminarda, undan so'ng rasmiy treningga o'zi qatnashib bilimini oshiradi hamda 7-qadamda registratsiya, koshelok ochish va daraxtdagi o'rnini ko'rsatish bilan tugallanadi. Ya'ni azizlar, mana shu 7 qadamli sistemamiz har bir novichok uchun asosiy qo'llanma hisoblanadi. Hozir men buni skrinshotini olib, gruppaga tashlab qo'yaman. O'zingiz uchun instruktaj qilib oling. Boyagi, xo'p, yangi hamkorlarimiz ko'pincha nima deydi? Men biznesni boshladim, endi nima qilishim kerak degan paytida, unda ana shu instruktaj bo'lsa, albatta u mana shu etapdan chiroyligina muvaffaqiyatli o'tib, nima uchun u 2 insonni taklif qilyapti? U 2 insonni taklif qilishdan asosiy maqsad uni ustidan daromad olish emas, u insonni ham bu biznes qonun qoidalari bilan tanishtirib, uni ham katta daromadga chiqartirish hisoblanadi. Xo'p, azizlar, sizlarga bugungi mavzu bo'yicha bermoqchi bo'lgan ma'lumotim mana shundan iborat edi. Hozir men zapisni to'xtatay.